o'lim holatiga olib keladigan asoratlar yo'q. Varikoz kasallik hammada emas. Asoratlar yo'q deyish bu odamlarni aldashga keladi. Masalan, hurmatli yurtdoshlar, varikoz kasalligi bo'yicha eshituvchilardan, yurtdoshlardan juda ko'p savollar tushyapti. Albatta davolasa bo'ladi. Davolash usullari har xil. Ma'lum bir holatlarda UZI natijalariga, doktoriografiya natijalariga asoslangan holatda, ba'zi holatlarda operatsiya qilishga to'g'ri keladi. Ba'zi holatda operatsiya qilmasdan ukollar bilan, ya'ni skleroterapiya deyiladi muolaja nomi, ukollar bilan davolab varikoz kengaygan tomonlarni yo'qotsa bo'ladi. Xo'p, har bitta muolajaning o'zining asoratlari bor. Asoratlar yo'q deyish bu odamlarni aldashga keladi. Birinchi asorati bu skleroterapiyadagi foydalanayotgan dori-darmonlarga allergik reaksiyalar. Ikkinchidan, skleroterapiyadan keyin albatta shu venalarga yuborilgan o'sha dorining yo'li bo'yicha og'riqlar bo'ladi. Bu ikki. Uchinchidan, shu dorini tomir ichiga yuborish natijasida kimyoviy kuyish kelib chiqadi tomirda va